Mana Imom Hotimning so'zlarini qarang va so'ngra nima qilaman? Tartil bilan o'qiyman. Va arka'u o'qib bo'lganlardan keyin, qiroatni bitirganlardan keyin Fotiha-i Sharif o'qildi va orqasidan qaysi bir oyatlardan Zam sura o'qidilar. So'ngra aytayaptilarki, va arka'u bil khushu'i. Ana endi ruku qilar ekanman, rukuda xushuda, ya'ni Alloh taolodan qo'rquvda turaman. Ruku qilaman-u Allohning huzurida Allohga ruku qilib, egilib turib, shuni xushusini, shuni lazzatini, shundagi qo'rquvni qalbimda his qilib, unga shunday egilaman deyapti. Har birimiz rukuda mana shundayin bo'lsak, illa Alloh bizdan u namozni qabul aylaydi. Va so'ngra va asjudu bil khudu'i. Butun borlig'imni Allohga topshirib, Allohni Robbim deya e'tirof qilib, unga sajda qilib, peshonamni sajdaga qo'yaman. Sajda qilarkan, sajdada mana unaqa hissiyotda bo'ladi. Quruq subhana robbil a'la, subhana robbil a'la, subhana robbil a'la emas. Subhana robbiyal a'la, subhana robbiyal a'la derkan, qalbdan u aytilayotgan so'zlarni mazmun mohiyati o'tadi va Allohni shu bilan ulug'laydi. So'ngra va ajlisu bil adabi. Bunday qilib emas. Har tomonda o'ynab, soqolida do'ppisini, tirnog'ini, qo'lini o'ynab emas. Va ajlisu bil adab. Va ajlisu bil adab. Va so'ngra albatta jilsada odob bilan o'tiraman deydilar. Allohning huzurida o'tirganligini qalban his qilib, shunday bir o'tiramanki, odobni eng cho'qqisida o'tiraman. Va so'ngra at-tahiyatni aytib bo'lganlardan keyin va usallimu bit-tabattul. Salom berib namozdan chiqaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Ammo o'zimni kulli Allohga topshirib chiqaman. Allohdan o'zga butun borliq yo'qligini qalban e'tirof qilib, Robbimga mana shunday salom bilan namozimni bitib, shunday namozdan chiqaman deyapti. Shunda endi qarang. Endi uydan, ya'ni namozdan uyga qaytarkanlar va arji'u bil khawfi. Namozimni o'qib, masjiddan uyga qaytganimda yana qo'rquvda qaytaman. Bo'ldi, men namozni ado qilib qo'ydim, bitirdim, uni vazifamni ado qilib, vojibiyatini, farziyatini ado qildim deb erkin, xotirjam qaytmayman, qo'rquv bilan qaytaman. Va aqulu, nega? La adri ayaqbalu minni aw la yaqbal. Allohu akbar. Nega qo'rquv bilan qaytaman uyga? Mendan shu o'qigan namozlarimni Alloh qabul qildimikin, qilmadimikin degan qo'rquvda qaytaman deyaptilar. Kim aytayapti bu so'zni? Hatim al-Asam shayximiz. So'ngra faqala lahu Isom, shogirdlari Isom aytdilarki, "Iza kanat hadhihi hiya as-salah fama sallaytu fi umri aw hatta fi hayati" debdi. Agar namoz shunday bo'ladigan bo'lsa, men hali shu yoshga kirib umrimda bir marta ham namoz o'qimadim debdi. Agar shu namoz shunaqa bo'ladigan bo'lsa, demak men hali umrimda biron marta namoz o'qimabman-ku deya shayxini namozdan mana shunday ta'sirlanyapti. Biz ham demak banda o'laroq ana o'sha Imom Hotimlar, al-Asamlar o'qigani kabi o'qishligimiz kerak. Uning uchun nima bo'ladi? Bizdagi o'sha nuqson, balki bu sabog'imiz, darsligimiz boshlanishligining sababi shuki, siz va biz ajamligimizdan, ammo ixlos ahlimiz, ammo muxlismiz. Haqiqatda e'tirof qilinishligi kerak. Allohga hamdlar aytishligimiz kerak. Bizni xalqimizdaqa mana biz dunyolarni kesdik. Aynan arab o'lkalarida ko'p bo'ldik. Arab ellarda har xil, har turli arablarni ko'rdik. Hech birini ixlosi bizi xalqimizni ixlosidan emas. Bizni xalqimiz tabiatan deyman, men ko'raman xalqimizni ixlosini. Asli Alloh bizni fitratimizni shunday yaratgan deyman. O'zingga shukrlar bo'lsin. Allohga shukrlar bo'lsin. Bizni xalqimizni ixlosidaqa ixlos yo'q azizlar. Haqiqatda muxlis xalqimiz shu bizni xalqimiz. Allohga shukrlar bo'lsin va ziyoda aylasin. Va lekin faqirligimiz nimada desangiz, namozlarimizni mazmun mohiyatini tushunmaganligimizdan, nima deyotganligimizni bilmaganligimizdan. Asli bilasizmi? Bu saboq birinchi
tavhid, Alloh taoloni ta'riflash, Alloh taologa bo'lgan iymon, Allohni bilish, Allohni tanish ilmi avvalida bo'lishligi kerak. Bu namozdan avval. Chunki biz namozni kimga o'qiyapmiz? Namozni unga o'qiyotgan zot Alloh jalla jalaluhu bo'ladigan bo'lsa, Allohni asli qalbimizda ulug'lasak, o'zini vasf qilgan edik, bizga aytib bergan edik Qur'oni Karimida. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam qanday u zotni bizga tanitgan bo'lsalar, o'shandayin taniylikki avval, so'ngra bu namozimizda albatta lazzat, huzur, halovat bo'ladi. Chunki biz kimga namoz o'qiyotganligimizni bilamiz. Lekin ammo holat achinarlidir. Umr Allohning qo'lidadir. Kim nima bo'ladi bilmaydi. Bilmaymiz. Bir kun bo'lsa ham, bir namozlarimizda bo'lsa ham qarang, yana bir salaf solihlardan aytadilarki, agar bilsamki Alloh meni 2 rakat namozimni qabul qilganligini, agar shuni xabarini, shuni haqiqatini bilib qo'yadigan bo'lsam, bilib qoladigan bo'lsam, unda men o'zimni jannatda deb bilaman deydilar. Ko'rdingizmi? Namozlarda shunday qo'rquvlarda bo'lgan.